Bektemir katta bo'lsang kim bo'lasan? Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qani qayerdan kelyapsiz bundagina? Daladan kelyapman. Daladan nima ro'zg'orga ishlatiladimi? Yo'qsa gaz yo'qmi? Sotaman. 30 ming. 30 ming so'm. Mana azizlar, oila boqish uchun hamma narsaga tayyor. 21-asr taraqqiyot davridamiz. To'g'risi men bunaqa ahvolda yurgan oilani ko'rib hayron bo'layapman. Bir tomondan siqilayapman. Juda og'ir, ayanchli ahvol. Azizlar, ko'rib turganlaringdek oilaga katta sinov kelgan. Akamiz 5 yildan beri oyoq yemirish kasalligiga og'rib kelmoqda. 2 marta operatsiya o'tkazildi, sement quyilibdi oyoqqa, natija bo'lmabdi azizlar. Oxir-oqibat, oxirgi natija oyoqni kesib protez oyoq qo'yishlik kerak. Opaga ham og'ir bilasizlar, 3 ta farzandi bor. Bu yog'i kasalga qarash kerak. Ishini tayini yo'q, ko'rdilaring boya. Qo'ldan kelguncha yordam qilgan azizlar. 2000 so'm, 5000 so'm, qo'ldan kelguncha pul tashlanglar. Pul tashlamasalaring shu videoning tarqalishiga yordam qilinglar. Ehsoni bor odamlarga yetib borishiga yordam qilgan azizlar. Iltimos odamlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu qiynalib ketdim, meni ishda bolam boqaman deb. Shu Allohim sizlarga bizga berganini mingda qilib bersin Allohim sizlarga. Iltimos yordam beringizlar. Azizlar, mana ahvolni ko'rdilaring. Rayonimizda afsuski shunaqa qiynalgan oilalar bor. Sababchi bo'laylik, xalq birikaylik. 5000, 2000 tashlasak, Xudo xolasa shu oilaga yordam qilamiz. Inshaalloh